Hammaga assalomu alaykum hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe After Effects'dagi kerakli asbob-uskunalar bilan yaqindan tanishamiz. Adobe After Effects dasturida ishlayotganimizda bizga kerak bo'ladigan instrumentlar soni juda ham ko'p. Kelinglar bugun aynan bizga kerak bo'ladigan va har doim ishlatadigan instrumentlarimiz bilan yaqindan tanishamiz. Xo'p. Birinchi navbatda mana bu uy, ya'ni demoga bosganimizda bizda shu kungacha qilgan proyektlarimizni oxirgi kirgan fayllarimiz turadi. Xo'p. Mana bu yerdagi Selection tool bo'ladigan bo'lsa, o'tgan darsda ko'rsatganman. Bu Selection tool Premiere Pro da ham bor va Premiere Pro ga o'xshab bu yerda ham Selection toolga V knopkasi javob beradi. Ikkinchi tugmamiz bo'ladigan bo'lsa Hand tool. Bu tugmaga xuddi Premiere Pro ga o'xshab H knopkasi javob beradi. Ya'ni umumiy bu tool vazifasi viewportdagi umumiy natijani mana bunaqa har xil joylardan tortib ko'rish yoki umumiy timeline'ni surishga xizmat qilar ekan. Xo'p, mana bu yerdagi lupa bo'ladigan bo'lsa, umumiy boya aytganimdek, mana bu yerdagi view kompozitsiyani qanchalik yaqinligi yoki uzoqligini ko'paytirib yoki kamaytiradigan instrumentlardan bittasi ekan. Mana bu yerdagi 3 ta instrument bo'ladigan bo'lsa, bizda kameraga javob beradigan, ya'ni 3D kamera ochganimizdan keyin mana bu yerdagi 3 ta funksiya yonadi. Вот. Bu uchala funksiya bo'ladigan bo'lsa, umumiy x, y o'qlarini, rotationlarini to'g'irlab yoki umuman kameramizni animatsiya qilayotganimizda yordam beradigan instrumentlar ekan. Bu instrumentlar haqida kamera darsida batafsil gaplashamiz. Mana bu yerdagi strelka esa rotation tool deb nomlanadi va ushbu toolning vazifasi misol tariqasida qandaydir solid yaratadigan bo'lsak, buni aylantirish vazifasini bajarar ekan mana. Rotationni sozlamalarga qarab turishingiz mumkin. Gradusini aylantiradigan narsa hisoblanar ekan. Mana bu funksiya bo'ladigan bo'lsa, bu umumiy qaysidir element yoki tekstni anchor point hisoblanar ekan. Misol tariqasida mana bu anchor point hisoblansa, agarda bu anchor point mana bu nuqtada bo'ladigan bo'lsa, kattalashayotganda, ya'ni elementlarimiz kattalashayotganda faqatgina mana shu nuqtadan kattalashadi. Bu nuqtani o'rtaga olib kelish vazifasi bo'ladigan bo'lsa, ishodnikimiz yoki materialimiz o'rtadan kattalashishi yoki kichirayishi. Buni qanaqa qilamiz? Shunchaki anchor pointga Ctrl ni bosib turamizda, 2 marta turamiz va ko'rishingiz mumkin, anchor point o'rtaga kelib qoladi. Mana bu yerdagi shape vazifasi bo'ladigan bo'lsa, bu turli xil shakllar chizib olishimiz uchun kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi ekan. Va ushbu shape ustiga Q bilan bir marta bossak, shakllarimiz o'zgaradi va biz istalgan shaklni chizib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi instrumentimizning nomi Pen tool va Pen tool yordamida esa biz umumiy mana bunaqa har xil shakllarni chizib olishimiz yoki qandaydir elementga maska berishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni elementning faqatgina biz xohlagan nuqtasini ko'rsatishimiz uchun kesib olishimiz yoki maskalar chizayotganda foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi instrumentimiz bo'ladigan bo'lsa bu text. Text yordamida biz istalgan tekstlarni umumiy proyektda mana bunaqa ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'lar ekan va yozib olingan tekstni shunchaki mana bu yerdagi fill yordamida, properties bo'limidan fill yordamida o'zgartirishimiz, shriftlar bilan ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi instrumentimizning nomi brush. Bu brush yordamida istalgan o'sha white solid misol uchun solid ustiga 2 marta bosib, layer bo'limiga o'tib, xohlagan narsamizni chizib olishimiz mumkin bo'lar ekan bu instrumentimiz yordamida. Keyingi instrumentimiz nomi clone. Clone instrumenti yordamida istalgan logotip yoki boshqa xohlagan rasmingiz yoki materialingizni timeline'ga tashlab olib, buni kattalashtirib, shunchaki o'sha tashlagan logotipingiz yoki rasmingiz ustiga 2 marta bosasiz va mana bu layer bo'limiga o'tamiz va umumiy klonni belgilab, o'zimizga kerakli joyni, mana misol tariqasida men mana bu yerni o'chirib tashlamoqchiman, oqartirib tashlamoqchiman. Shunchaki mana bu yerga alt yordamida bitta pipetka qo'yamiz-da va asta-sekin o'chirib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni o'sha mana bu yerdan mana bu yerni klon qilib beradi, o'chirib beradi mana. Mana bu yerdan rang oladi-da, bu yog'ini xuddi shunaqa qilib o'chirib beradi yoki qizil nuqtadan.
Mana bu kistni kattalashtirish uchun esa shunchaki Ctrl bilan sichqonchani chap tomonini bosib turib, tepaga, pastga tushirishimizni o'zi kifoya bo'lar ekan va mana bizga kattaroq kist paydo bo'ladi. Keyingi instrumentimiz nomi Rotabrush va Rotabrashda biz After Effects'da juda ham ko'p ishlaymiz. Ya'ni Rotabrush bu bizani After Effects'dagi eng ko'p ishlatadigan instrumentlarimizdan bittasi bo'lar ekan. Xo'p, buni qanaqa qilib ishlatamiz? Rotabrushning asl funksiyasi bu. Mana misol tariqasida men hozir kompyuterga fayl tashib oldim va ushbu faylni new com from selection qilib yangi fayl ochib olaman-da. Menga odamni o'zi kerak, orqa fon kerak emas. Shunchaki Rotabrush yordamida orqa fonni o'chirib tashlashim mumkin. Uning uchun nima qilaman? Rotabrushni tanlayman. Mana bu yerdagi layer ustiga 2 marta bosaman va layer bo'limiga o'taman va mana bu yerdagi Rotabrushni o'zimni kerakli nuqtalarimga mana bunday qilib chizib chiqarganman. Va mana bu yerdagi freeze funksiyasini bosgan holatda men o'zimni orqa fondan ajratib olishim mumkin bo'lar ekan ushbu instrument yordamida. Вот, kompozitsiya bo'limiga o'tamiz va orqa fon yo'q. Mana o'zim ko'rinib turibman. Keyingi instrumentimiz nomi bo'ladigan bo'lsa bu Puppet Tool. Puppet Tool yordamida biz umumiy mana bu yerdagi qahramonning bizga kerakli nuqtalarini animatsiya qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Misol tariqasida boshiga bitta tochka qo'yaman, mana bunday qilib, oyog'iga bitta tochka, qorniga bitta tochka, qo'liga va pastki joyiga bitta tochka va o'rtasiga bitta tochka qo'ysam va menga kerakli qismni harakatlantirishim mumkin bo'lar ekan ushbu funksiya yordamida. Hozir biz Adobe After Effects dasturida ishlatadigan asosiy instrumentlar bilan tanishib chiqdik va keyingi darslarimizda bu instrumentlardan amaliyot qilayotganimizda foydalanamiz.